Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Qaysi cheklarga keshbek berilmaydi? Juda ko'p savollar tushgan. Keshbek vaqtida tushmayapti yoki keshbek berilmayapti yoki kechikib ketyapti degan savollar tushgan. Men sizlarga hozir qaysi cheklarga keshbek berilmasi bo'yicha to'liq tushuncha beraman. Buni bilib olsangiz, keyin bunday savollar tug'ilmaydi degan umiddaman. Qarang. Birinchidan, agar sizning keshbegingiz muddati 10 kundan oshib ketgan bo'lsa, ikkinchidan, sizning keshbegingiz oldin kimdir foydalangan bo'lsa, uchinchidan, yo'l kira chiptalarga, masalan samolyot, poyezd hamda avtomobillarga to'lovlar qilgan bo'lsangiz, to'rtinchidan, agar siz o'sha o'zini band qilgan hamda yakdab tadbirkorlarni o'sha raqamli platforma orqali faoliyat yuritayotganlari bor, Paint Xolos orqali faoliyat yuritayotganlari orqali savdo qilganlardan chek olgan bo'lsangiz, keshbek berilmaydi. Qolgan barcha 1 milliarddan oshgan YTTlar, o'sha endeks to'lovchi bo'ladi, fotosavol to'lovchisi bo'ladi, ular raqam platformadan foydalanmaydi. Ular 1% sizga keshbek qaytaraveradi. Yuridik korxonalar ham, umumiy qatnashchi korxonalari ham, chakana savdo tashkilotlari ham, ishlab chiqarish tashkilotlari ham hammasi sizga 1% chekni qaytarib beradi. Bundan tashqari yana shubhali xaridorlarga ham keshbek berilmaydi. Kim deysiz shubhali xaridor? Masalan, sizni chekingizdan, mani chekimdan, shu 15 tadan ortiq kishining chekidan noqonuniy foydalangan odamlar, shubhali xaridorlar reyestrga kiritiladi, ularga keshbek berilmaydi. Shuning uchun ham o'zi qilgan xaridi uchun o'zi chek olsa, o'shunaqa reyestrga tushib qolmaydi. Endi yana bitta holat bor. O'sha soliqma ilovasida bilsangiz, yashil, sariq, qizil bo'lib turadi. O'sha har oyma-oy kirsangiz, ichiga nega sizga keshbek berilmagan savollar yozilgan bo'ladi. Siz xarid qilgan savdo do'koningiz agar 1 milliondan oshiq qarzdorligi bo'lsa yoki o'sha siz xarid qilgan narsa bo'yicha hisobotni soliq organiga topshirmagan bo'lsa, masalan, bilasiz, aylanma soliq to'lovi bu oynikini keyingi oyda 15-sanasiga, endeks, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'ini keyingi oyda 20-sanasiga topshiradi. U hisobotlar ko'rinib, soliqlar to'langandan keyin sizga 1% keshbek qaytadi. Shu uchun kutadi. Shu uchun keyingi oyda 25-sanasiga hisoblanadi, to'lab beriladi deb aytiladi. U qanchalik hisobotni kechiktirib borsa, qanchalik to'lovini kechiktirib borsa, u sizniki o'sha keshbegingizdan tushishi kechikib boradi. To'lagan kuni sizga darhol keshbegingiz tushadi. Rahmat kattakon. Keshbek bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin.